Unikafon profnastilchilik mahsulotlarini rulonlari Toshkent metallurgiya zavodidan olinadi. Bugun biz shu zavodda mehmonda bo'lib turibmiz akalar. Rulonni tekislab, uni yana qayta to'g'rilash jarayoni ishlov beryapti, qaranglar. Bu tarafda mana bo'yim tengi katta rulonlar akalar ko'rishingiz mumkin. Hozir mana kelayotgan agregatimizda tozalash etaplaridan o'tib kelyapti. Agregatimizda aslida yuragi bo'lgan sink qoplash anaqasi markazda joylashgan bu mana. Kelib yonida ikkita vazdushli noji bor, pichog'i bor. O'sha pichoq asosida sink talchinasini kontrol qiladi. Mana operatorlar o'tiribdi, operator siyda. 24 ga 7 golni to'liq kontrolda. O'tda lekin hozir yana dalchik ko'ramiz. Bu yoqda kontrol kачествоmiz bor. Yana fakrikani qarab tekshirib turadigan. Mana sink qoplanib, tayyor bo'lgan mahsulotimiz. Hammasi GOST asosida ishlanadi. Akalar, amon qaranglar. Yalt qilishadi.